Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi chiroyli navesimizda bir fayzli xonadonga olib kelib o'rnatdik. Bu juda chiroyli chiqdi, leksali variantda bo'ldi bu navesimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli, sifatli naves bo'ldi. Navesimiz firmalari o shipirga mingan firmalar 4x4 profildan bo'ldi. 1.7 tenada. Bu firmalari 2x4, 1.5lik stenada bo'ldi. 2x4 profilda. Shadalari 2x3 profilda bo'ldi. Lexan mana juda chiroyli holatda o'rnadi. Bu navesimiz 1 kvadrat metr 400 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik. Andijon viloyati Asaka tumaniga olib kelib o'rnatdik. Naveslarimiz 270 ming so'mdan 600 ming, 700 ming so'mgacha variantlari bor. O'sha 400 ming so'mlik varianti yonlariga ustunlar tushib, lazer listlardan mo'ljallansa yana ham narxiga oz-moz qo'shiladi. Bu navesimiz 8 metrga 8,5 metr joyga o'rnadi. Eniga 8 metr, uzunasiga 8,5 metr joyga o'rnadi. O'sha summasi 27 million so'mga olib kelib o'rnatildi. O'sha kraska, uстановka hamma yo'q ichida. Juda chiroyli chiqdi, ko'rishlaringiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday naveslar, shumkali naveslar, leksali naveslar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, uстановка mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kanalimizda obuna bo'lsalaring, Xudo xolasa keyingi videolarimizda ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.